Dehlida dunyo siyosati uchun kamyob bo'lgan bir an'ana bor. Hindiston prezidentining amaldagi qarorgohi Rashtrapati Bhavan eshiklari oddiy insonlar, tadqiqotchi va jurnalistlar uchun hamisha ochiq. Bu yerga faqat hashamdor binoni tomosha qilish uchun emas, balki davlat rahbariyati faoliyati yuritadigan jonli muhitni his qilish uchun kelishadi. Katta siyosatni mantig'i va ko'lami uning mayda detallarida namoyon bo'ladi. Dunyodagi eng yirik prezidentlik saroylaridan biri bo'lgan bu maskan Hindiston diplomatiyasining yuragidir. Agar Hindiston dunyoga yuzlansa, demak uning ovozi aynan shu yerdan yangraydi. Saroy ichidagi har bir xona o'ta funksional. Parad zallari, qabulxonalar, arxivlar va albatta kutubxona. Bu yerda 33 mingdan ziyod kitob saqlanadi. Ularning 2 mingdan ortig'i nodir nashrlardir. Bu muzey eksponati emas, balki jonli ish jarayoni. Qarorlar qabul qilishdan oldin mutolaa va tafakkur qilinadigan maskan. Eng kuchli ma'naviy urg'u rasmiy qabullar zalida seziladi. Zal markazida milodning 5-asrga oid Budda haykali o'rnatilgan. U shunchaki bezak emas, balki ichki xotirjamlik va diqqatni jamlash ramzi. Davlat arboblari nutq so'zlaydigan bu kenglikda vazminlik timsolining bo'lishi barqaror hokimiyat uchun eng zarur fazilatlarga ishoradir. Keyingi zalda esa biz butunlay boshqa vizual tilni ko'ramiz. Shiftda Eron hukmdori Fath Ali Shoh Qojorning teriga ishlangan mahobatli tasviri joy olgan. Sharq farzandi uchun bu tasvir juda tanish. Miniatyura janrining o'zbek xalqiga xos jihatlari, ranglar jilosi va ramziy ma'nolarga boyligi bu yerda yaqqol ko'zga tashlanadi. Bu o'xshashlik tasodifiy emas. Markaziy Osiyodan kelgan Boburiylar sulolasi Hindistonga nafaqat yangi imperiya, balki o'ziga xos madaniyat, me'morchilik va nafis estetikani olib kirdi. Bu an'analar vaqt o'tishi bilan Hindiston davlatchiligining ajralmas qismiga aylandi. Agar prezident saroyi amaldagi hokimiyat hududi bo'lsa, bosh vazirlar muzeyi xotira makonidir. Bu maskan mamlakatning birinchi bosh vaziri Javaharlal Nehrudan boshlab barcha hukumat rahbarlariga bag'ishlangan. Muhit o'ta vazmin va sodda. Bu hokimiyatga xizmat sifatida qarash ifodasidir. Ekspozitsiyada Hindistonning ikkinchi bosh vaziri Lal Bahodir Shastriga alohida o'rin ajratilgan. Uning ismi Toshkent bilan abadiy bog'langan. Aynan bizning poytaxtimizda Tinchlik deklaratsiyasi imzolangach, Shastri vafot etgan edi. Bu voqea Hindiston milliy xotirasining bir qismi va ikki xalqni bog'lab turuvchi tarixiy ko'prikdir. Juda qiziqarli va boy tarixga ega mamlakat. Bu haqda avval o'qiganmiz, lekin bu yerga kelib tushunasiz. Ko'rsatishga va eslashga arzugulik meros juda ko'p. Hindiston xalqi mustaqillik asoschalarini va mamlakatni kuchli qilgan har bir rahbarni qadrlashi tahsinga loyiq. Biz Hindiston bosh vazir muzeyidamiz. Mana bu eski bino, bu Buyuk Britaniya mutaxassislari tomonidan, arxitektorlar tomonidan qurilgan ekan o'sha vaqt. Bugungi kunda bu yerda tarixan o'sha yotoqxonalari, mehmonxonalari, kabinetlari hammasi o'sha vaqtdek saqlanib qolgan ekan. Hindiston tarixi biz uchun ham vorisiylik va xotiraga hurmat, davlat tafakkurining asosiga aylanib borayotgan Markaziy Osiyo uchun ham tushunarli va yaqindir.